shu holatda ham to'g'risini aytaman, maza qilib ijod qilyapmiz deb kecha bitta zo'r post oldik, shunaqa zo'r post oldik. Bu meni ancha vaqtdan beri ichimdan qiynab kelayotgan narsa edi-da. Va bugun xudo xohlasa, kecha oldik o'zi. Вообще planda yo'q edi-da. Kecha olib, uni sразу kecha montaj qildik-da. Xudo xohlasa, men iltimos qildim montajyorlarimizdan, iltimos, menga bugun montaj qilib beringlar, men ertaga qo'ygim kelyapti shuni. Qo'yim kelyapti deb biroz iltimos qilganim montaj qilib berishdi. Jiddiyam yoqdi o'zimga. Xudo xohlasa bugun joylayman. Sizlar ko'rishlarni ham xohlayman. Faqat bitta iltimosim bor. Iltimos, izohlarda o'shib ketmanglar. Iltimos, videoni mohiyatiga tushunishinglarni harakat. Men ham charchagandan gapim chiqmayapti.